Shu kecha Yevropaning qishloqlarining yo'llaridan o'tayotganda bitta aka to'xtatdi. "Ha aka, nima deysan?" desam, "Bizlarda qishloqlar" dedi. "Sizlar tarafdagi qishloqlar deyman. Tozami, tartiblimi?" dedi. "Chiroylimi?" dedi. Men ham ko'nglini ko'tarib, "Ha aka, ancha harakatlarimiz bor" dedim. "Shu kamchiliklari bor" desam, "Nima kamchiliklar?" "Birinchi o'rinda" dedim, "shu qishloqlarimizga bir 2 ta 3 ta do'mpakcha qo'yish kerak. Keyinchi" dedi, "keyin hamsalarga aytib" dedim, "kerak bo'lsa bo'lmasa" dedim, "tosh bilan qum to'ktirish kerak ido orqasiga" dedim. "Bu tosh bilan qum" dedim, "bir 2 yil 3 yil kamida turishi kerak, obdaylamaslik kerak" desam, "Ha" deydi. "Keyin devorlaring yo'q" dedim, "Devorlaring" dedim, "shu asfalt tagiga olib kelib ko'tarish kerak devorlar" desam, qandaydir xafa bo'lganday bo'ldi. "A sen kim bo'lasan bu yerga" desam, "Men" dedi, "shu yerda" dedi, "mahallakomman" deydi. "Mahallakom bo'lsa ko'nglini ko'tarayin" deb, "Nima yangiliklar qildilaring" desam, "O'tgan yili" dedi, "bizlar" dedi, "Opiy Mujitdan o'tdik. Yo'llar qanday" deydi. "Yo'llaring ham juda tekis, ham asfalt qolin qo'yilgan" desam, "Ha, ko'rib chiqamiz" deb ketdi. Men ham nima qilay, xafa bo'lsam to'g'risini aytdim-da.